Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan Orzu inkubatorlari maxsus Italiya bedanalari uchun yasalgan Orzu inkubatorlari. Mana shu maxsus inkubator uchun yasalgan Italiya bedanalarini biz mana shunday termometrlar orqali ham tekshirib, har xilda tekshirib turamiz. Chunki o'zlaringiz bilasizlar, Italiya bedana sayroqi Italiya bedana ishqibozlari biladi. Bu bedana tuxumlari arzon turmaydi. Shuning uchun tez-tez tekshirib turamiz. Mana ikkita inkubator. Bunisi предварительный tayyorlab beradi ochishga, bunisi ochirib beradi. Ya'ni bu ketma-ket ochirishni usuli. Ikkita inkubator bo'lishi kerak. Masalan, sizda sariyog'li Italiya bedanalaringiz bor. 10 ta qo'ydingiz, yana 5-16 kun yoki bir haftadan keyin yana 10 ta tayyor. Ketma-ket qo'yib ochira olmaysiz bitta inkubatorda. Buning uchun ikkita bo'lishi kerak. Mana bunga ketma-ket qo'yaverasiz. Mana xuddi mana shunday. Mana sayroqli Italiya bedanalari mana shunday qo'yaverasiz. Mana bunday chiziqqa mana bir chislosini qo'yib, sekin-sekin qo'yib boraverasiz. Ochib berish vaqti kelganda, ochirish vaqti kelganda roddomga, ya'ni ochirib berish предварительный bunisi bo'lsa, bunisi выводной deydi, выводной. Ochirib berishga mana biz hozir qo'yib qo'ydik, mana Italiya bedanalarini ko'rib turibsiz. Va biz shunday bir eksperiment qilyapmizki, mana shunday MP3 Italiya bedana ovozlarini inkubator ichiga, mana hozir pastda nima turibdi, tuynik bor, unchalik ko'rinmadi. Tuynik orqali kolonkani chiqarib, nima qilib qo'ydik. Ichiga chiqarib qo'ydik. Просто tak mana bu MP3 ni qo'yib qo'yganimiz yo'q. Bu akustikani просто qo'yib qo'yganimiz yo'q. Buni moslab, razbor qilib, moslab, ichiga kolonka qo'yib, unga himoya qo'yib, ortiqcha namlikni kirgizmaydigan qilib qo'yib qo'ydik maxsus. Bu aylanmaydigani, bu aylantirib turadi. E'tibor bering. Mana shunday inkubatorlarni biz maxsus ketma-ket qo'yaveramiz. Bunga ketma-ket qo'yilgan. 3 partiya qo'yildi. Hozir yana ertadan keyin yana qo'yiladi. Qo'yilib boraveradi. Bunisi ochirib beraveradi. Maxsus Italiya bedanalari uchun tayyorlangan inkubator ikkita. Bunisi MP3. Mana ovozni eshitingda. Mana. Endi ichidan ovozni eshiting. Bu tuxumni qo'yishingiz bilan buni yoqib qo'ymaysiz. Buni xohlasangiz podключать qilasiz, xohlasangiz o'chirib qo'yasiz. Mana. Yana bir knopkani bossangiz, zaryad tugab qolsa, buni bosib qo'yasiz, zaryad ham beradi mana. Xohlasangiz mendan o'chirib qo'yasiz, zaryadchiga ham o'chirib qo'yasiz. Svet o'chib qolganda ham bu to'xtamaydi. Akkumulyatori bor. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Bu oddiy, haligi arzon MP3 nimalardan akustika bas bu. Normalniy bas tembrlari joyida, haqiqiy bedana ovozini chiqarib beradi maksimal darajada tiniq. Birga bir qilib aziz birodarlar. Shuning uchun biz hozir tayyorladik mana shu inkubatorni. Maxsus kimga kerak bo'lsa marhamat aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu 135 ta bedana tuxumlariga va 75 ta tovuq tuxumlariga mo'ljallangan. Bunisi ham xuddi shunaqa. Narxini Telegram orqali yozsangiz aytib beraman aziz birodarlar. Italiya sayroqi Italiya bedanalari uchun maxsus tayyorlangan inkubator Orzu aziz birodarlar. Ushbu inkubatorlarimizni butun O'rta Osiyo bo'yicha juda ko'p joylarda tovuq, bedana, g'oz, o'rdak hamma narsani ochiraveramiz. Biz universal qilib beramiz. Buni hozir maxsus Italiya bedanalari uchun maxsus yasaldi bu inkubatorlar. Spetsialni buni endi nastroykasini maxsus qilib qo'ydik, tayyorlab qo'ydik. Keyin nastroykasini o'zgartirib tovuq ham ochiraverasiz. Buni o'zimiz albatta o'rgatamiz. Mana shunday MP3larni qo'yib, ichiga tovush berib qo'ydik. Bu sayrab turadi. Har bir sutkada 2 soat, pererib 2 soat, 3-4 soatdan keyin yana 2 soat qo'yib turasiz. Tuxumdan o'sha как ona qornida bir o'qilgan nimaga o'xshab, yoki allaga o'xshagan narsada endi biz eksperiment qilib qo'ydik. Inshaalloh Allohning mo'jizasi albatta bu. Bunga Alloh sababchi bo'ladi hammasiga. Siz bilan biz oddiy bir sababchi xolos biz. Shunday qo'yib qo'yadigan bir Allohning bandasimiz. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Maxsus yasalgan Italiya bedanalari uchun inkubator Orzu. Har qanday fikr mulohazalarni kommentariy orqali qoldirishingiz mumkin. Savol javoblar bo'lsa, qiziqtirgan savol javoblar Telegram, WhatsApp orqali. Men Telegram, WhatsApp raqamlarini chiqarib qo'yaman. Aziz birodarlar, sayroqi Italiya bedanalar uchun maxsus inkubator. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.